Assalomu alaykum ustoz. Bugun Tojikistonda kurash musobaqasi bo'ldi. Shu borasida xalqaro vitse-prezident sifatida qanday fikrlaringiz bor? Kurash bu juda katta oila. 125 ta bizda uyushmamiz bor, assotsiatsiya bor. Mana bugun shu Tojikistonda bo'lyapti. Tojikistonda milliy turnir bo'ldi va kurash bugungi kunda juda chiroyli tadbir bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Men yaqindan ko'rdim, Tojikistonda ham juda katta polvonlar maktab paydo bo'libdi. Bu kurash uchun juda muhimki, sababi bugun tabriklayman hammani. 6-sentyabr butun dunyoda xalqaro kurash kuni sifatida nishonlanadi. U bir safar Turkiyada nishonlanadi, bir safar O'zbekistonda, bir safar mana Tojikistonda, keyin safar balki Afrikada nishonlanadi. Okeaniyada nishonlanadi. Chunki kurash bu juda katta oila. Kurash garchan, men tushuntirib o'taman, bir xil tushunmaydi. O'zbekistonda tarixi mana shu biz katta hududda paydo bo'lgan bo'lsa, Turonda, xususan mana bugungi Tojikiston hududi, Gerodot aytadi, 3,5 ming yil ilgari bu yerda o'sha Navro'z bayramlarida, bahor bayramlarida kurash tushiladi deydi. Bu 3,5 ming oldingi gap. Lekin bugungi kunda kurash bu bitta mamlakat doirasidan chiqib ketdi. Kurash bugun bu xalqaro sport turi va bizning maqsadimiz bu Olimpiya o'yinlariga kirish. Navbat hozir ketyapmiz. Mana Osiyo Olimpiya o'yinlari juda kattaroq xalqaro turnirlar mana bugungi tur bo'lib o'tgan chempionat. Men o'ylaymanki, bu o'sha kurashchi tarixiga albatta zalvorli harflar bilan yoziladi. Tojikistonliklarga rahmat aytaman. Xush kelibsiz, aziz mehmonlar. You're welcome. Tojikistonni sport kurash federatsiyasiga rahmat aytaman. Uyushmasi juda zo'r o'tkazdi. Abdumalik akaga rahmat. Bunaqangi tashkilotchilik bo'lmagan. Va men bugun kurashchilarimizni ko'rib xursand bo'ldim. Juda zo'r janglar bo'ldi, yaxshi natijalar bo'ldi. Profilim manfaatli intervyu. Shu men yana ham kuchayib ketishim uchun rektor sifatida, jurnalistgan rektor sifatida nima maslahatlar berasiz? Endi siz hech kim qilmagan ish qiling, lekin bu murakkab yo'l. Manfaatli intervyular oling, odamlarni qiziqtiring, odamlarni qiziqtirgan masalalarni yoriting. Lekin eng oddiy va arzon yo'ldan bormang. Shoshmang. Odamlar jurnalistikada men 52 yoshga kiryapman, xudo xolasa men uni yillab misqollab yig'ganman. Katta mehnat bu. Bugungi yoshlar shoshadi. Shoshmaydi. Rahmat sizga, ketgan vaqtingiz rozi bo'ling.